Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar, qadrdonlar. Ustaluz kanalining qadrli, hurmatli, bebaho obunachilar. 2025-yilda uyingizni tashqi fasadiga nima qilsam bo'ladi degan savollar uchun bugun biz to'liqroq ma'lumot va chiroyli yechim beramiz. Gipki Kamin mahsulotlarini sizlarga tavsiya qilamiz. Gipki Kamin mahsulotlari o'tda yonmaydi, suvni namda olmaydi, mo'yka qilsa bo'ladi, devordagi trishinalarni 100% yopib tashlaydi. Bundan tashqari fasollari juda ham ko'p. Ya'ni tashqariga mix rang 3 xil oq, qora seriyadan foydalangan bo'lsak, uyimiz ichkari qismiga молочный rangdan foydalanganmiz. Молочный rang tinchlantiruvchi sokin ranglardan biri hisoblanadi. Akalar, qadrdonlar, shuning uchun ichkariga молочный rangdan foydalanganmiz. Xo'sh, ko'rib kuzatib turgan joylaring jami 200 kvadrat maydonni egallagan. Bu maydonni devor qismi shikaturka holatda bo'lgan. Ya'ni suvoq, qum suvoq holatda bo'lgan. Mana shu qum suvoq holatga biz pryamoy yopishtirganmiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri Gipki Kaminda yopishtirganmiz. Do'stlar, qadrdonlar. Agar sizning uyingiz suvoq qilingan, shikaturka holatda bo'lsa, pryamoy yopishtiramiz. Agar somon suvoq yoki loy suvoq bo'ladigan bo'lsa, uni ustidan kafirni kley tortish kerak, albatta. Chunki kafirni kley tortmasak bo'lmaydi. Loy suvog'imiz quyosh nurida yemiriladi, kuyib ketadi va nima deydi? Nam holatda yoki yomg'ir yoqqan holatda yuvilib ketadi. Shuning uchun somon suvoqni ustidan albatta kafirni kley tortib olishimiz kerak. Kafirni kleyimiz alohida narx hisoblanadi. Yana qanday ma'lumot? Qadrdonlar, kvadrat metrga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 90 ming so'mdan qilib berganmiz. 90 ming so'mning ichiga Gipki Kamin kelayi, laka, gruntovka, dastavka, usta xizmati. Uyni egasidan faqat va faqat yotishga joy qilib beradi, oziq ovqat qilib beradi va arendaga les olib beradi. Shu 3 ta narsani qilib berar ekan. Mana shu ko'rib turgan joylarim bir hafta davomida qilib berganmiz. Gipki Kamin Dekomil jamoasi xizmat ko'rsatgan. 200 kvadrat maydonimiz jami 18 million so'mga bitgan. Qadrdonlar, bu fasonidan boshqa fason bormi degan savollarga, fasoni, rangi, razmeri juda ham ko'p. Misol, buni kattaroq variantlari bor yoki kichkinaroq yoki boshqacharoq ranglaridan bor. Bemalol pastda nomer qoldiryapmiz. Aloqaga chiqsalaring to'liqroq ma'lumotni beramiz va Telegram kanallarimizda nima deydi? Mana shunday qilayotgan turgan ishlarimizni rasmlari, videolari bor. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Kimga xizmatlarimiz ma'qul kelayotgan turgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmachasini bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin, qadrdonlar. Sababi biz doimiy ravishda sifatli va tajribaga ega bo'lgan ustalarimizning xizmatlarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Sizlardan bittadan iltimos shu like tugmachasini bosib, do'stlarga obuna bo'lish tugmachasini yo podpiska tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, xizmat ko'rsatish darajamiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bemalol xizmat ko'rsataveramiz va qo'shni davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham bemalol xizmat ko'rsataveramiz. Yana nima deymiz? Pastda nomer qoldiryapmiz. To'liq ma'lumotni uchun bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Bundan tashqari Telegram tarmog'i yoki WhatsApp tarmoqlari orqali aloqaga chiqsalaring, rasmlaridan ham tashlab bera olamiz. Tanijoqlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Salomat bo'linglar.